Spark yoki Nexus 3 bor akalar. Endi sizlar o'zingizlarga bemalol Ariza 6 Pro xarid qila olasizlar. Qanaqa qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq grafik bilan sizni tanishtirib o'taman. Qaytgancha mashina olaman deb yurgan do'stingizga ushbu videoni yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ariza 6 Pro'ning birinchi pozitsiyasi mashinamizning narxi 239 million 900 ming so'm. 50% bosh to'lov qilasiz, 30 oyga, ya'ni 2,5 yilga foizlarsiz 3 million 998 ming so'mdan oylik to'lov bo'libdi. Xo'p, bosh to'lovdan tashqari sug'urta to'lovi bo'ladi, где-то bir 3 million so'm atrofida. Agarda bosh to'lovim 50% dan ko'proq yoki 60%, 70% to'lovlaman degan mijozlar uchun 48 oygacha maksimal muddat foizsiz bo'lib to'lashga qilib bera olamiz. Eng muhimi, hammasi bitta pasport evaziga bo'ladi. Hech qanaqa foiz minmaydi mashinaning ustiga. Ikkinchi yoki uchinchi pozitsiyalarni hisoblatmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarning bosh to'lovlaringiz bilan pastda nomerlar qoldirilgan, aloqaga chiqinglar, to'laqonli ma'lumot berib o'tamiz. Agarda boshqa modellarni hisoblatmoqchi bo'lsanglar, xuddi shunaqa grafikli qilib video ishlashimizni xohlasanglar, kommentariyada o'sha modelning nomini yozib qoldiringlar. Albatta sizlar uchun ham video qilib chiqamiz.